Krim-Kongo gemorroy isitma kasalligi bu kanalar choqishi oqibatida kelib chiqadigan o'ta xavfli yuqumli kasallik hisoblanadi. Bu o'ta xavfli yuqumli kasalliklarni yuqtira olmaslik uchun quyidagi qoidalarga amal qilish talab qilinadi. Chorva mollardagi kanalarni, tanasidagi kanalarni qo'llari bilan teri olmaslik, ularni o'ldirmaslik talab qilinadi. Agar chorva mollarda kanalar mavjud bo'lsa, o'sha hududdagi veterinariya xodimlarini chaqirib, ularga murojaat qilish kerak va o'sha kanalardan tozalash choralari ko'rilishi talab qilinadi. Bundan tashqari, mabodo tog' adirlarga chiqqan vaqtida kana choqqan taqdirda qaytib kelgandan keyin tibbiyot xodimlariga umuman murojaat qilib, ular bilan maslahat holda murojaat qilish kerak. Agar mabodo vrachni maslahati bilan kana choqqanda agar Kongo bemorga gumon etilgan bemorlar shifoxonaga yotqizilgan taqdirda ularni parvarish qilish uchun tibbiyot xodimlari o'sha yerda ishlayotganlar maxsus himoya kiyimga amal qilishlari kerak. Maxsus himoya kiyimlarni kiyadi. O'sha joydagi tartib qoidalarga, rejimlarga amal qilgan holda o'ziga yuqtira olmaslik choralari ko'rishlari zarur.